Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi milliy va jahon jurnalistika tarixi fanimizdan ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzumiz notiqlik san'ati tarixdan deb nomlanadi. Demak, mavzuning keyingi, ya'ni rejalari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi rejamiz qadimgi Yunon va Rimda notiqlik san'ati va nutq madaniyatining shakllanishi deb nomlanadi. Keyingi rejamiz esa Aristotelning ritorika asarida nutq va notiqlik masalalari deb nomlanadi. Keyingi rejamiz esa qadimgi Yunon notiqlik san'atining rivojlanishida fan, ta'lim, siyosat va davlat arboblarining o'rni deb nomlanadi. Keyingi rejamiz esa va oxirgi 4-rejamiz bu o'rta asrlarda musulmon sharqida notiqlik san'ati va nutq madaniyatining rivojlanishi deb nomlanadi. Mavzuni yana bir bor takrorlab o'tamiz, chunki endi kirgan talabalarimiz bor. Bugungi mavzumiz notiqlik san'ati tarixidan deb nomlanadi. Xo'p, notiqlik o'zi nima? U qachon paydo bo'lgan? Notiqlik biz uni san'at darajasida deb bilamiz. Xo'p, notiqlik san'atining tarixi juda uzoq bo'lib, u eramizdan avvalgi 5-asr boshlarida Yunonistonda shakllana boshladi. Yunonistonda aristokratiya, demokratiya tuzumining o'rnatilishi natijasida davlat ishlarida, xalq majlislarida, senat kengashlarida, sud ishlarida va yig'ilishlarda respublikaning har bir ozod kishisi erkin nutq so'zlash huquqiga ega bo'lgan bo'lib hisoblanadi. Davlat ishlarini boshqarishda qatnashishni xohlagan har bir kishi uchun chiroyli so'zlash san'atini egallash majburiy bir ehtiyojga aylana borgan. Sud ishlarida o'rnatilgan tartib notiqlik san'atining yuksalishiga katta bir turtki bo'ldi. Sud jarayonida javobgar o'ziga qo'yilayotgan aybning asosliligini isbotlab gapirishi, da'vogar esa o'z fikrida qattiq turishi, uni qoralashi lozim bo'lib hisoblanar edi. Lekin hamma ham chiroyli so'zlash qobiliyatiga ega bo'lavermaydi. Shuning natijasida nutq matnlarini yozib beradigan bilimdon kishilarga ehtiyoj tug'ila boshlaydi va yozma nutq san'atini yaxshi egallagan notiqlarni o'sha zamon tili bilan logograflar deb atay boshladilar. Ya'ni bu notiqlik nima? Notiqlik bu degani har bir insonning ruhiyatiga, xulqiga ta'sir eta olsa, bu notiqlik san'ati bo'lib hisoblanadi. Ya'ni qachonki uning yuragiga nimasiga yetib borsagina bu notiqlik san'ati ega bo'lib hisoblanadi. Ya'ni har bir aytayotgan nutqida, har bir berayotgan xabariga, ma'lumotiga insonlarni ishontira ola bilsa, o'rni kelganda ortidan ergashtira ola bilsa, bu inson albatta notiqlik san'atiga ega inson deb ataladi. Notiqlik san'atining keng ko'lamda qanot yoyishi esa o'z navbatida uning sud notiqligi, harbiy notiqlik va siyosiy notiqlik kabi shaxobchalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Sudda gapiriladigan chiroyli nutq o'rnini endilikda aniq qonuniyatga ega bo'lgan sud notiqligi egalladi. Bulardan tashqari, notiqlik san'atining rivoji adabiy tilning shakllanishiga, notiqlik san'atining nazariyasidan iborat bo'lgan ritorika ilmining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Rimdagi barcha shoirlar va notiqlar shu maktabda, ya'ni ritorika maktabida ta'lim olganlar bo'lib hisoblanadi. Notiqlar tomonidan yaratilgan nutq matnlari nasriy va poetik ijod mazmunisi hisoblangan. Bunday ijodkor notiqlarning nomi o'z mamlakati doirasida chiqib, jahonga ma'lum va mashhur bo'lgan. Aristotel, Demosfen va Sitseronlar shular jumlasidandir. Sitsiliya oroli ritorikaning asl vatani hisoblanadi. Yana bir bor aytib o'taman, hurmatli talabalar, Sitsiliya oroli ritorikaning asl vatani hisoblanadi. U joylarda 5-asr o'rtalariga kelib, demokratiyaning yo'lga qo'yilishi, notiqlik taraqqiyoti uchun omil bo'ldi.
Qadimgi Yunonlar Sitsiliyada Korak hamda Tisiyalarning ritorikaning asoschilari deb bilganlar, lekin ularda bizgacha hech narsa yetib kelmagan. Logograflarni yuqorida aytib o'tganimizday, sudda qatnashayotgan jinoyatchi va da'vogarlarga nimani gapirishi lozimligini yozib beruvchilar bo'lib hisoblanadi. Yunonlar Safed Gorgi taxminan 483-376 yillarni ritorikaning birinchi namoyandasi deb bilishgan. Gorgi 427-yilda o'z shahri Lelontina uchun harbiy yordam so'rab, maxsus elchi sifatida Afinaga keldi va xalq majlisida gapirgan nutqi bilan Afina yoshlarida juda kuchli ta'sirot qoldiradi. Shundan keyin ko'p o'tmay Gorki butunlay Afinaga ko'chib kelib, shu yerda ritorika maktabi ochadi va o'z shogirdlariga so'z san'atini o'rgatish barobarida notiqlik bilan ham shug'ullanadi. Gorgi asosan mifologik ma'ruzalarda tantanali nutqlar so'zlagan. Uning nomi ostida bizga qadar Yelena va Palamet sarlavhalik ikkita yozma nutq yetib kelgan bo'lib hisoblanadi. Afinada yashab ijod etgan notiqlardan 10 ta notiqni mashhur va ulug'lardan deb ritorika ilmini o'rganishda, ularning asarlarida foydalanishni afzal bilganlar. Ulug' notiqshunoslar. Birinchisi Antifion, Andikokit, Litsey, Demosfen, Eschin, Gepert, Isokrat, Esey, Likurt, Dinar. Ya'ni bular o'sha davrning mashhur notiqshunoslari bo'lib hisoblanadi va xalq tomonidan bularning barchasi mashhur notiqlar deb tan olishgan bo'lib hisoblanadi. Yana qaytib ularning ismlarini takrorlab o'taman, hurmatli talabalar. Demak, ulug' notiqlar: Antifont, Antikokit, Lisi, Demosfen, Eschin, Gipert, Isokrat, Isey, Likurt, Dinarlar bo'lib hisoblanadi. Lisi taxminan miloddan avvalgi 459-380-yillarda Sitsiyalik bo'lgan. Afinada yashab ijod etgan. Lisi butun ijodi davomida 300 ga yaqin nutq yozgan. Shundan bizgacha sud nutqlaridan iborat 34 tasi saqlanib qolgan bo'lib hisoblanadi. Undan keyin Yunonlarda notiqlik san'ati turlari bir nechta turlarga bo'lib o'tilgan. Birinchisi harbiy notiqlik. Harbiy notiqlik har bir harbiylar uchun maxsus notiqshunoslar bo'lib hisoblanadi. Undan so'ng siyosiy notiqlik. Aynan siyosiy sohada olib borilgan notiqshunoslarning o'z nimalarini, jasoratlarini kuzatishimiz mumkin. Epidik notiqlik. Undan keyin sud notiqlari. Aynan Yunonlarda aynan notiqlik san'ati turlari ana shunday turlarga bo'lib o'rganilgan. Aristotel. Undan keyingi eng mashhur notiqshunoslarimizdan biri Aristotel. Miloddan avvalgi 384-322-yillar, ya'ni 384-yilda Staxirda, Makedoniyaning yarim oroli shifokor oilasiga dunyoga keladi. Aristotel 17 yoshida Afinaga keladi va bu yerda o'z zamonasining mashhur olimlaridan bo'lgan Platonga shogird tushadi. Platonning vafotidan so'ng Aristotel 347-yili Afinada Troad tomon o'tib Asosga boradi. Homiysi Germiy vafotidan so'ng Lesbos yarim orolidagi Mitilin shahriga ko'chib o'tadi va u yerda 342-yilgacha yashaydi. 342-yili Makedoniyada podshosi Filippin o'zining Aleksandr ismli 13 yoshli o'g'lining tarbiyasi uchun Aristotelni Mitilindan chaqirib oladi. Bu yerda u falsafa maktabini ochadi va katta kutubxona tashkil qiladi. Aristotelning ritorikasi 3 kitobdan tashkil topgan. Asarning birinchi va ikkinchi kitoblari asosan chiroyli so'zlash, ishontirish uslublari haqidagi fikr va mulohazalardan iborat bo'lsa, 3-kitobida nutq mantiqiga juda katta ahamiyat beriladi. Undan keyin esa
Aristotelning notiqlik san'atini egallashning 5 qismga bo'lib o'rgatadi. Yana bir bor qayta takrorlab o'taman, hurmatli talabalar. Demak, Aristotel notiqlik san'atini egallashni 5 qismga bo'lib o'rgatadi. Birinchisi materialni kashf etish, har tomonlama tayyorlash bo'lib hisoblanadi. Undan keyin materiallarni joylashtirish shakli va rejasi. Materialni eslab qolish, o'zlashtirish, materialni to'g'ri talaffuz etish va keyingisi materialni so'z yordamida to'g'ri aks ettirish bo'lib hisoblanadi. Albatta, notiqlikka ega bo'lish uchun avvalambor har bir so'zni to'g'ri talaffuz qila olishimiz, har bir so'zni aniq va to'g'ri ravon ayta olishimizlikni ham talab qiladi. Demosfen miloddan avvalgi 384-323-yillar 384-yili Afinada o'ziga to'q oilada dunyoga keladi. Otasining ismi ham Demosfen bo'lib, qurol-yaroq ustaxonasining egasi bo'ladi. Bo'lajak notiq 5 yoshga to'lganida otasidan ajraladi. Demosfen notiqlik san'atini o'rganish uchun o'z davrining meros ishlari bo'yicha mashhur advokati Isey maktabida 4 yil ta'lim oladi. Demak, Demosfen notiqlik san'atini o'rganish uchun o'sha davrning mashhur advokati bo'lgan Isey maktabida 4 yil mobaynida ta'lim oladi. Mashhur tarixchi Fukidid va faylasuf Platonning tanlangan asarlarini puxta o'rganadi. Bo'lajak notiq Fukidid asarlarni 8 marotaba qayta ko'chirib yozib, uni deyarli yoddan o'zlashtiradi. Demak, o'sha davrning mashhur tarixchilaridan bo'lgan Fukidid va faylasuf Platonning tanlangan asarlarini bir necha bor puxta o'rganadi va o'sha asarda 8 marotaba qayta ko'chirib yozib olib, uni deyarli o'sha asarni yoddan o'zlashtiradi. Buyuk notiq miloddan avvalgi 322-yilning 12-oktyabrda Poseydon ibodatxonasida zahar ichib o'ladi. Undan keyingi notiqshunoslarimizdan biri bo'lgan bu Sitseron miloddan avvalgi 143-yillarda Rimda uzoq bo'lmagan Arpina shahrida badavlat oilada dunyoga keladi. Uning bolalik yillari Arpina shahridagi otasiga qarashli yerlarda o'tadi. Otasi o'z farzandiga yaxshi ta'lim-tarbiya berish maqsadida Rimga ko'chib o'tadi. Yunon tili va adabiyotini mukammal egallagach, Yunonistonning mashhur so'z ustalari Liseniy, Kros va Mark Antoniy kabi notiqlardan so'z san'atining nozik sir-asrorlarini o'rganadi. Ularning ajoyib nutqlarini tinglaydi. Demak, Yunon tili va adabiyotini mukammal egallash uchun Yunonistonning mashhur so'z ustalari Liseniy, Kros va Mark Antoniy kabi notiqlardan so'z san'atining nozik sir-asrorlarini o'rganadi. Ularni ajoyib nutqlarini tinglab boraveradi. Ezop va Rossi kabi o'z davrining mashhur aktyorlaridan saboq oladi. Notiqlar haqida asari, ya'ni bu Sitseronning asarlaridan biri bo'lib, dialog shaklida yozilgan bo'lib, Litseniy, Kros, Mark Antoniy, Yuliy Sezar, Strabon, Katul, huquqshunos, Sisifola va uning shogirdlari siyosiy nutqlari ularning notiqlik san'atida hamda bu san'atning eng mayda-chuyda masalalaridan tortib siyosiy muammolarigacha bo'lgan fikr-mulohazalarini o'z ichiga oladi. Yana bir bor qaytib aytib o'taman, hurmatli talabalar. Sitseronning eng mashhur asarlaridan bo'lgan Notiqlar haqida asari, demak, asosan nima haqida yozilgan? Ya'ni bu dialog shaklida yozilgan bo'lib, Litseniy, Kros, Mark Antoniy, Yuliy Sezar, Strabon, Katul, huquqshunos, ya'ni Sisifola va uning shogirdlari siyosiy nutqlari, ularning notiqlik san'ati hamda bu san'atning eng mayda-chuyda masalalaridan tortib siyosiy muammolargacha bo'lgan fikr mulohazalarini o'z ichiga oladi.
Brut notiq asarlari, Rim notiqlik san'ati tarixi haqida batafsil fikr yuritib, atikachilarning nazariyalariga tamomila qarshi mulohazalari bilan maydonga chiqadi. Uning ta'kidlashicha, har qanday notiqning ko'zda tutgan asosiy maqsadi tinglovchining zavqini uyg'otib, ularning o'ziga moyil qilishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Kimki jo'n narsalar haqida, oddiygina kundalik voqealar haqida, o'rta darajada ulug' hodisalar haqida esa zavq-shavq bilan gapirsa, shu odam so'z san'atining chinakam ustasi bo'ladi. Demak, Sisseroning fikrlarini yana qaytib aytib o'taman, hurmatli talabalar. Kimki jo'n narsalar haqida, oddiygina kundalik voqealar haqida, o'rta darajada ulug' hodisalar haqida esa zavq-shavq bilan gapirsa, shu odam so'z san'atining chinakam ustasi bo'lib hisoblanadi. Bu esa Sisseroning eng mashhur bo'lgan fikrlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Sitseron o'z zamonasining ko'pchilik so'z ustalari singari o'z faoliyatini ilk davrlardayoq nutqida uslubning chiroyliligi, iboralarning jonliligi, jumlalarning nafis bo'lishiga juda katta e'tibor qaratgan, ya'ni e'tibor bergan. Sitseronning fikricha, notiq shunchaki sud ishlarining barcha qonun qoidalarini yaxshi biladigan qonunparast emas, balki davlat ishlarini chuqur tushunadigan, xalq qayg'usiga hamdardlik qila oladigan davlat arbobi bo'lmog'i kerak. Yana qaytib aytib o'taman, hurmatli talabalar, Sitseronning fikricha, notiq shunchaki sud ishlarining barcha qonun qoidalarini yaxshi biladigan qonunparast emas, balki davlat ishlarini chuqur tushunadigan, xalq qayg'usiga hamdardlik qila oladigan davlat arbobi bo'lmog'i kerak. Shuning uchun notiqlik san'atiga qiziqqan har bir kishi faqat ritorika ilmiga oid ibtidoiy bilimlar bilan cheklanmasdan, o'zining tabiiy iste'dodiga ishonib qolmasdan, doimo turli fanlarni o'qib o'rganmog'i, ilm va madaniyatning yuqori cho'qqilariga intilmog'i darkor. Bundan tashqari, notiqlar haqida asarning muallifi notiqlarning odamlar diliga qo'rquv, g'azab va qayg'u sola bilishi va aksincha bu xildagi hayajonli holatlardan kishilarni xalos qilib, ularning ruhida xotirjamlik, mehr-shafqat hislarini uyg'ota olishi kerak degan fikrlarni ilgari suradi. Uning fikricha, agar notiq odamlarning turli-tuman xarakterlarini sezmasa, inson tabiatiga xos umumiy va xususiyatlarni bilmasa va har bir kishining goh bezovta qiladigan, goh tinchlantiradigan sabablarini tushunmasa, hech qachon o'zining maqsadiga erisha olmaydi. Demak, Sisseronning fikricha, agar notiq odamlarning turli-tuman xarakterlarini sezmasa, inson tabiatiga xos umumiy xususiyatlarni bilmasa va har bir kishining goh bezovta qiladigan, goh tinchlantiradigan sabablarni tushunmasa, hech qachon o'zining maqsadiga erisha olmaydi. Sitseron Brut, ya'ni 40-yilda, Notiq 56-yilda nomli boshqa asarlarda Rim notiqlik san'ati tarixi haqida batafsil fikr yuritib, antikachilarning nazariyalariga tamomila qarshi mulohazalarni bilib maydonga chiqadi. Uning ta'kidlashicha, har qanday notiqning ko'zda tutgan asosiy maqsadi tinglovchining zavqini uyg'otib, o'ziga moyil qilishdan iboratdir. Notiq sharoitga qarab, mavjud uslublarning hammasidan barobar foydalanishi zarur. Yana qaytib aytib o'taman, demak, uning ta'kidlashicha, har qanday notiqning ko'zda tutgan asosiy maqsadi tinglovchining zavqini uyg'otib, o'ziga moyil qilishdan iboratdir. Notiq sharoitga qarab, mavjud uslublarning hammasidan barobar foydalanishi zarur bo'lib hisoblanadi. Undan keyin yana davom ettiramiz. Ya'ni o'sha davrning mashhur notiqshunoslari albatta o'zining
bir nechta fikrlari orqali insonlarga yetkazishga harakat qilgan. Undan tashqari, o'ta muhim masalalarning erkin xalq muhokamasiga qo'yilishi, yig'inlar 6 mingdan fuqarodan ortiq kishidan qatnashgan haqiqiy hisoblangan antik notiqlik san'atining asoslari hisoblangan. Boshida aytib o'tganimiz Aristotelning raqibi va Afina notiqlik san'atining boshlig'i Isokrat, u ham miloddan avvalgi 436-338-yillarda yashab ijod etgan va u shunday yozgan edi: bir-birimizni ishontirish va nimani xohlasak o'shani tushuntira olish kabi tug'ma qobiliyatga ega bo'lishimiz nafaqat hayvoniy hayot tarzini intiqib tashlash imkonini, balki hamkorlikda sarlavhalar barpo etish, qonunlar chiqarish, hunarmandchilik va san'atni kashf etish imkonini berdi. Va umuman biz tomonidan nimaiki o'ylab chiqilgan va ixtiro etilgan bo'lsa, bularning barchasi inson nutqining birinchi yaratish xususiyatidir. Bu yerda Isokrat nutq qudratini ulug'laydi, lekin shu bilan birga quruq so'zbozlik bilan mashhur bo'lgan ofitserlarga qarshi kurashadi. Ushbu bahslardan keyin Rimda notiqlarni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish an'anasi rivojlanadi. Notiq bu jamoat arbobi, davlat vakili, so'zamollik nazariyasi va amaliyotining bilimdoni, bevosita ijrosi. Lekin Siseron ham o'sha davrda amaliy faoliyatda ham notiqlik, so'zamollik san'atini birlashtirgan kishilardan edi. U siyosatchi davlat arbobi sifatida so'zamollik san'atining sirlarini hafsala bilan o'rgangan. Antik davrda bu san'atning asosan 3 turi ko'rsatiladi. Birinchisini boshida aytib o'tganimizday epidedic, ya'ni tantanali notiq bo'lib hisoblanadi. Suddagi nutq keyingisi maslahat, siyosiy nutqi. So'zamollikning eng oliy va murakkab turi maslahatda, majlisda so'zlanadigan, ya'ni siyosiy nutq bo'lib hisoblangan. Shuning uchun ham notiqlar siyosiy nutqni mukammal iroda etishga intilganlar. Aristotel ham mana shunday holatlarda notiq 5 ta asosiy masala bo'yicha o'z fikrini bildirish kerak deb aytib o'tadi. Yana bir bor qayta takrorlayman, hurmatli talabalar, Aristotel mana shunday holatlarda notiq ham 5 ta asosiy masala bo'yicha o'z fikrini bildirishi kerak deb aytib o'tadi. Birinchisi bu moliyaviy ahvol, ikkinchisi urush va tinchlik, keyingisi vatan himoyasi va keyingisi mahsulotlarni olib kelish va chiqarish va eng so'nggisi bu qonunchilik bo'lib hisoblanadi. Notiqlik mahorati vaqti xohishi, puli va qobiliyati bo'lgan har qanday odam egallashi mumkin edi. Ko'pchilikka tegishli so'zamollik xususiyati asta-sekinlik bilan alohida shaxslar kasbiga aylana bordi. Insonni 2 sohadagi xizmati, buyuk imperatorligi va buyuk notiqligi yuqori martabaga olib chiqishi mumkin deb aytib o'tgan edi Sitseron. Afinada dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan g'oyalar, ommaviy teatr namoyishlari, diniy chiqishlar, ko'p sonli devor yozuvlari va tarixchilar asarlari orqali bizgacha yetib kelgan. Buyuk notiqlarning siyosiy nutqlari, ularning asoslari va bayon etish shartlari publitsistik faoliyatga o'xshashdir. Ularning predmeti alohida muhim voqea ekanligi, funksiyasi omma ongiga tezkorlikda ta'sir etishdan iboratligi ham aynan bir xil bo'lib hisoblanadi. Boshida aytib o'tganimizda, aynan notiqshunos, ya'ni notiqlik san'atiga ega bo'lish uchun omma oldida o'z fikrini, o'z nutqini bayon qilayotgan vaqtida albatta uni tinglab turgan, kuzatib turgan insonning ruhiyatiga va xulqiga albatta ijobiy ta'sir eta olishi kerak. Va shundagina aytayotgan nutqi ham, aytayotgan fikrlari ham albatta insoniga yetib borishi va yillar davomida uning xotirasida saqlab qolinishi mumkin. Publitsistikaning shakllanishida notiqlik bilan birgalikda yozuvning rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Yozuvning kelib chiqishi qabila avlod jamiyatlarida
iqtisodiy, siyosiy munosabatlarning yangi bir turi bo'lib, yozma harflarga murojaat etish, davlatning tashkil topishi, soliq va mahsulotlarni belgilash, hisobga olish va ayirboshlash muammolarini amalga oshirish paytida ayniqsa qo'l kela boshladi. Har qanday xalqning yozma yodgorliklari o'zining shakllanish davrida faqat aniq bo'lgan faktik ma'lumotlar, mehnatga oid xabarlar yoki diniy ramzlar hamda rasm-rusumlari gavdalantirgan. Yozuv og'zaki nutqning boy ifodaviy imkoniyatlarini aks ettirish tomon uzoq taraqqiyot bosqichini bosib o'tdi. Hatto ba'zi bir vaqtlarda u bilan musobaqalashish darajasiga ham yetdi. Miloddan avvalgi 8-asrda Ellen yozuvi ancha shakllanib, odamlar ongini, faoliyatini aks ettirishda muhim vosita bo'lib xizmat qila boshladi. Yozuvning rivojlanishi yozma buyumlarning kashf etishiga olib keldi. Chunki oldin ishlatib kelingan loy, tosh, yog'och va metallardan ko'ra papiruslar ancha qulay bo'lib hisoblanar edi. Antik davrda yozma matnlardan ijtimoiy, siyosiy maqsadlarda keng foydalanganligi doir ko'pgina manbalarni uchratishimiz mumkin. Masalan, miloddan avvalgi 7-6 asrlarda odamlar gavjum joylar, maydonlar, bozorlarda toshlarga yoki metall parchasiga uyib yozilgan qarorlar, buyruqlar, xabarlar, hukumatning xalqqa qaratilgan murojaatlarini ilib qo'yilgan edi. Miloddan avvalgi 5-asrga taalluqli Yunon qishloqlaridan birida topilgan marmar toshidagi Yunon-Fors urushiga bag'ishlangan yozuv o'zining ta'sirchanligi va dolzarbligi bilan ajralib turar edi. Unda shaharning urushga tayyorgarlik ko'rishi lozimligi va uni tashkil etishga chaqiruv o'z aksini topgan. Xudolar kengash va xalq qaror qildi. Ferarlar avlodidan Neakolning o'g'li Femistokl e'tibor berilsa, bunday shaxsning o'zi avlodning mavqei ta'kidlanyapti. Taklifi kiritildi. Shahar Afinaga va boshqa xudolarga ishonadi. Afinaliklarning va kesinliklar bolalar va ayollarning teri uzunga olib borib qo'ysinlar. Qariyalar va ayollarni esa Salaminga boshlab borsinlar. Xazinachilar va iroqchilar xudolar mulkini qo'riqlash uchun Akropolda qo'shsin. Balog'at yoshiga yetmagan barcha boshqa kishilar 200 ta kemani tayyorlashga safarbar bo'lsinlar va umuman xavfni bartaraf etishda va hamjihatlikni xohlagan makedoniyaliklar, korinfliklar, egiptliklar va boshqalar bilan birgalikda o'zining hamda boshqa ellarning ozodligi uchun varvarlarga qarshi kurashsinlar. Ushbu misolda ma'lum bo'lyaptiki, yozma so'z ommada vatanparvarlik, undan keyin esa tuyg'ularni uyg'otishga yo'naltirilgan siyosiy maqsadlarni ifodalashga xizmat qilgan. Shu bilan birga ommaga ta'sir etish maqsadida o'rnatilgan yoki tarqatilgan mahobatli yozuvlar haqidagi guvohliklar ham juda qiziq bo'lib turgan. Plutarx Yunon-Fors urushining mashhur lashkarboshchisi bo'lib hisoblanadi. Femistokl hayotini tasvirlab shunday deydi. Femistokl sohildan uzoq bo'lgan dushmanlardan, bo'rondan qochib boriladigan barcha joylarga ko'rinadigan yoki tanib oladigan yoshlarga uyib yozilgan yozuvlar qoldirib ketar edi. Ushbu yozuvlarda u yunonliklarga murojaat qilib, agar iloji bo'lsa, o'zlarining ozodligi uchun kurashayotganlarga safiga kelib qo'shilishga chorlagan. Buning imkoni bo'lmasa, hech qursa urush paytida varvarlar armiyasiga zarar yetkazish va uni boshog'liqlikdan qochib ketish aytilgan. Ushbu yozuvlar bilan Femistokl yunonliklarni o'z tomoniga o'tkazish va dushmanlarga nisbatan shubha bilan qarashga majbur qilib, varvarlarni sarosimada qoldirishga umid bog'lagan.
Uchinovaning yozishicha, bu yerda yozma matn tezkor, siyosiy maqsadlarni amalga oshirish uchun xizmat qilgan. U ochiqdan ochiq tashviqot xarakteriga ega bo'lib, musulmon qo'shni ichida sarosima uyg'otish va noto'g'ri axborot tarqatish maqsadida ishlatilgan. Mazkur tosh varaqalar adati va keyinchalik kodekslarning nashri ham kam bo'lsa-da, unchalik oz ham emas edi. Omma hayotining harakatini boshqarishda mahobatli yozuvlarning ehtirosli notiqlarning nutqlaridan ko'ra kam ta'sir etgan bo'lishi mumkin. Lekin ular boshqa jihatdan, ya'ni chaqiruv va murojaatning qat'iy buzilmasligi bilan ustun edi. Ushbu yozuvlarga qarab, ommaning oshkorlikka bo'lgan ehtiyoji qanday qilib yozuv matnlarida ifoda etilganligi va mustahkamlab borilganini kuzatishimiz mumkin. Og'zaki so'z ixcham, ehtirosli, ta'sirli bo'lishi ravshan, lekin uning abadiy saqlanib qolishi qiyin. Albatta, elchini chopar xabarlarni bir necha marta takrorlashi, obrazli va ramziy tarzda ifodalashi mumkin. Biroq shu bilan birga u nimalardir unutishi yoki almashtirib yuborilishi, nimalargadir ortiqcha urg'u berib, boshqa muhim jihatlarga e'tibor qaratmasligi ham ehtimoldan xoli emas, hurmatli talabalar. Undan tashqari biz nutqimizning ravon bo'lishi va omma oldida qaysi kasb sohasi bo'lishidan qat'iy nazar nutqimizning qanchalik ravon, aniq va to'g'ri talaffuz qila olishimiz aytganimizga o'xshagan bu notiqlik san'atining bir belgilaridan biri desak adashmagan bo'lamiz. Har kimning ham o'zining xos va mos bo'lgan nutqlari bo'lib hisoblanadi. Nutqimiz esa asosan ikki xil ko'rinishda bo'ladi: og'zaki va yozma tarzda. Albatta, og'zaki va yozma tarzda. Og'zakisi esa albatta biz ovoz chiqarib o'z fikrimizni bayon qilishimiz, bu nutqimizning og'zaki turi bo'lib hisoblanadi. Yozma tarzi esa albatta qog'ozga tushirib yozganimiz va gazeta va jurnallarda chop etilgan turli xil mavzudagi maqolalarimiz esa bu yozma turiga misol bo'la oladi nutqning. Undan tashqari nutqimizning yozma turi bu mavhum bo'lib hisoblanadi. Nima sababdan? Chunki biz bilamiz mavhum so'zining ma'nosini. To'g'rimi, hurmatli talabalar? Mavhum deganda biz nimani tushunamiz? Kim javob beradi shu savolga? Hurmatli talabalar, meni eshityapsizlarmi? Demak, hamma yoqib qo'yganda-yu, faqatgina ovozimni eshitib, o'zlari uzoqlarda yurishibdi. Shundaymi? Sabrina Abdullayeva, meni eshityapsizmi? Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Rahmat. Mavhum dedingiz ustoz. Mavhum. Marhum emas, mavhum. Borliqda mavjud emas, ko'zimiz Aha. bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlab, ushlolmaydigan narsalarimiz, faqatgina his qila oladigan narsalarimiz mavhum tushuncha deyiladi. To'g'ri, mavhum tushuncha deyiladi. Demak, biz hozir nutqimizni asosan ikki turga ajratgan bo'lsak, aynan yozma turini mavhum deb hisobladik. Xo'p, nima sababdan? Asalxon Ilhomjonova Savolni qaytarib yuboring ustoz. biz Internet yaxshi nutqini emasdimi? xo'p, savolni takrorlayman. Asal, demak, nutqimizni ikki turga ajratdik. Og'zaki va yozma dedik. Va aynan nutqning yozma turini biz mavhum deb hisobladik. Nima sababdan? Chunki mavhum deganimizda biz yozgan paytimizda tasavvur qilib yozamiz Xo'p. va o'qigan odam, o'sha o'qiyotgan auditoriya yoki o'quvchi ham o'shani o'qish natijasida faqatgina o'zini tasavvuriga ega bo'ladi. O'sha tasavvurni biz ushlay olmaymiz yoki his qila olmaymiz. Faqatgina o'sha o'z tasavvurimizda, miyamizda, ongida bo'lgani uchun mavhum deymiz. Shuning uchun deb Xo'p, yaxshi. Xo'p, yana fikr bildiradiganlar bormi? To'g'ri, Asalxon. Xo'p, yana kim fikrini bildirmoqchi aynan shu savolga? Hurmatli talabalar. Rushana, Zulayho, Zulfiya fikr bildirmaysizlarmi?
Demak, to'liqroq qilib aytadigan bo'lsak, haqiqatdan ham Asalxon to'g'ri fikrladingiz, to'g'ri javob berdingiz. Aynan yozma turini yanada soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'sha nutqimizning yozma turida faqatgina o'zingiz uchun ma'lum bo'ladi. Qolganlar uchun noma'lum bo'ladi. Chunki biz boshida mavhum deb aytdik va undan tashqari mavhum so'ziga izoh berib o'tdik. Aynan o'sha mavhum so'zining izohini keltirib o'tadigan bo'lsak, o'sha yozma turida aynan faqat o'zingiz uchun ma'lum bo'ladi. Qolganlar uchun noma'lumligicha qolaveradi. Chunki mavhum so'zining aynan nimasi bor dedik? Noma'lumligi, ko'zga ko'rib bo'lmaydigan, qo'lda ushlab bo'lmaydigan holatda biz uni mavhum deb aytib o'tamiz. Xuddi shunday aynan nutqimizning yozma turi bu mavhum bo'lib hisoblanar ekan. Agarda hurmatli talabalar daftaringiz yoningizda bo'lsa, ozgina konspekt qilib olsak yaxshi bo'lar edi. Demak, bugungi mavzuni yozing daftaringizga. Notiqlik san'ati tarixidan mavzu notiqlik san'ati tarixidan, demak, rejalarga o'tamiz. Reja birinchisi, qadimgi Yunon va Rimda qadimgi Yunon va Rimda notiqlik san'ati va nutq madaniyatining shakllanishi bu birinchi rejamiz bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi rejamiz Aristotelning ikkinchi reja Aristotelning ritorika asarida nutq va notiqlik masalalari. Uchinchi reja qadimgi Yunon notiqlik san'atining rivojlanishida fan, ta'lim qadimgi Yunon notiqlik san'atining rivojlanishida fan, ta'lim, siyosat va davlat arboblarining o'rni va to'rtinchi rejamiz, so'nggi rejamiz o'rta asrlar musulmon sharqida notiqlik san'ati va nutq madaniyatining rivojlanishi. Bu to'rtinchi rejamiz bo'lib hisoblanadi. Endi keyingi qismlarga o'tamiz. Notiqlik san'atining tarixi,